Dasturimiz davom etadi. Musaffo osmon bilan tutashgan Ko'hitang tog' tizmasi bag'ridagi Surxon davlat qo'riqxonasi. Ushbu hududdagi hayvonot va nabodot olami muhofazaga olingan. Sababi u yerda qo'riqxonaning yuzi va yoki ramzi bo'lib kelayotgan buramashohli tog' echkisi, ya'ni morxo'rlar uchraydi. Morxo'rlarning eng kenja turi aynan shu yerda saqlanib qolingan. Qo'riqxona hududidagi hayvonlar esa bir yilda 2 marotaba bahorgi va kuzgi sanoqdan o'tkaziladi. Muxbirimiz ushbu manzilda bo'lib, sanoq jarayonlarida ishtirok etdi. Yovvoyi turdagi hayvon va qushlar barchasi erkin holda harakatlanib oziqlanadigan, ba'zan mana bu kabi suratga tushadigan manzil Surxon davlat qo'riqxonasi. Bu yer yo'qolib borayotgan hayvon turlarining ko'payishi uchun eng qulay joy. Sababi qo'riqxonada ovlash qat'iy taqiqlanadi. Bu holatni sodir etganlar hattoki milliardlab jarimalarga yuz tutishi mumkin. Biz esa tabiati o'ziga xos qo'riqxonaning vandob bo'limidamiz. Ayni damda ijodiy jamoamiz hamda ekologlar bilan birgalikda dengiz sathidan 2,5 ming metr balandlikka chiqib boryapmiz. Hali masofa uzoq, tepalikkacha. Xodimlar esa shu yerda ham o'z ishlarini davom ettirib ketishyapti. Mana shu vandob bo'limining har bir soyi, har bir jilg'asi, har bir qatlamlariga chiqib, mana shu hayvonot olamining qanday tartibda yurganini, qidiralib yuruvchi hayvonlarni ko'ramiz. Ilon deb, to'ng'iz, morxo'r, buxoro tog' qo'ylari ko'p uchraydi bu yerga. Kakliklar, shuningdek bir qancha hayvon turlarini ko'zdan kechirib, bizlar hammasini qayd etib boramiz. Ayni paytda qo'riqxonaning vandob bo'limi rahbari bilan birgalikda o'rnatilgan fotoqopqonni ko'zdan kechirish jarayonlariga guvoh bo'lamiz. Fotoqopqon kecha o'rnatilgan. Nechta o'sha hayvonlar tasvirga muhrlanganligini ayni paytda ko'ramiz. Mana fotoqopqonni yechib oldik hozir. Morxo'rlar kelib shu yerga yurganligi, Buxoro tog' qo'ylari, bo'ri, silovsin, yovvoyi cho'chqa. Ayni damda biz ko'rib turganingizdek dengiz sathidan 1760 metr balandlikda turibmiz. Buni esa Smart patrol tizimi. Mana bu bizga Surxon davlat qo'riqxonasi ekologiya vazirligi tomonidan to'liq mana smart patrol tizimiga o'tganmiz. Bu kipayga. Bu har bitta xodimimizda bor, qo'riqlash xodimimizda. Mana hozir biz turgan joyimiz dengiz sathidan 1760 metr tepada turibmiz. Bu yerda xodimning har bitta harakati qo'riqxonasi kartasi ichiga kiritilgan. Kunlik har bir xodim hududda necha kilometr yurgani, qayerga borib qaysi tur hayvon turgani kirgani mana shu smart tizimiga o'zi belgilaydi. Mana shunda biz xodimni ish samaradorligini mana shu orqali kuzatib boramiz. Bu juda yaxshi yo'lga qo'yildi. Shuning uchun har bitta xodim harakat qiladi. Mana shu tizim orqali bularga nima deydi? Ish haqi ham to'lanadi, ularni rag'batlantiriladi ham. Mana shu smart patrol tizimini ishlatmagan xodimlarga tegishli choralar ko'riladi. Shuning uchun biz vazirligimiz tomonidan mana kipay tizimi, ya'ni smart patrol tizimiga o'tganimizdan baxatda xursandmiz. Surxon davlat qo'riqxonasi nafaqat ekoturizm uchun beqiyos maskan, balki jonli laboratoriya va hattoki tabiiy muzeydir. Chunki bu yerda sinib tushgan daraxtlar ham, tabiiy o'limga uchragan hayvonlar ham o'z holicha qoldiriladi. Ular ustida ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgach ham aynan shu holatda, shu joyda saqlab qo'yiladi. Yiliga 2 marta sanoq ishlari olib boriladi. Bahorgi sanoq ishlari, kuzgi sanoq ishlari olib. Mana yil oxirida hayvonlarimizni asosan mana 1 yil davomida shu qo'riqlash xodimlarimizda, ilmiy xodimlarimizda har bir harakatni ishlash jarayonlari bizda aniq bo'lib qoladi. Chunki bu sanoqda biz hayvonlarimizni qanchaga ko'payganligini yoki qaysi tur hayvonlarimiz qanchaga kamayganligini biz shu sanoq davrida ko'rib olamiz. Qo'riqxona xodimlari o'z faoliyatlarini olib borish uchun moddiy texnik baza bilan ham ta'minlangan. Mana bu kabi otlar qo'riqxonada 17 tani tashkil etadi. Bundan tashqari yo'l tanlamas avtomashinalar ham xodimlarning uzog'ini yaqin qilib kelmoqda. Ayni paytda esa ikkita otimiz bir-biri bilan unchalik ham chiqishmaydi. Shu sababli qo'riqxona rahbari Rustam aka birozgina masofa saqlagan holda intervyu beradilar. Qo'riqlash xodimlari bulardan samarali foydalanadi. Chunki uzog'ini yaqin qilib beradi. Bugungi sanoq davrida ham mana shu xizmat otlarimiz, mana shu kelgan mehmonlarda, qo'riqlash xodimlari sanoqda yaxshi ishtirok etish uchun to'liq shu xizmat otlaridan mana ko'rib turibsiz foydalanyapti. Ekologiya vazirligi tomonidan bizga moddiy texnikamizni bazasini yildan yilga yaxshilanyapti. Mana 4 ta yo'l tanlamas Niva avtomashinasini berilishi, aynan shuni biz tog'li hududlarga, bo'limlarga berib chiqqanmiz. Bundan tashqari yo'l tanlanmas Dimax avtomashinasining ham bu hammasi barchasi shu qo'riqxona qo'riqlash xodimlarini qo'riqxona hududini
yaxshi qo'riqlash uchun, ya'ni durbinlar berilgan, fotoqopqonlar berilgan. Biz bundan samarali foydalanib kelmoqdamiz. Tabiatning asl qiyofasi, tirik va tabiiy muhitning buzilmagan ko'rinishi aynan shu qo'riqxonada mujassam. Xodimlar esa o'z ishlarini davom ettirish uchun xizmat otlarida manzili sari davom etishdi.